Mana shu hovli joylar. Shu hovli joylar hammasi shu o'g'lim bilan kelingan nasib bo'lsa. Shular yaxshi yashasa bo'ldi, baxtli bo'lsa bo'ldi. Hovlingiz necha sotik xola? Ancha bor. Katta. Uylaringiz, joylaringiz kichkina o'g'lingizniki, ha, xola? Kichkina o'g'limniki, shu xo'jayib qolibdi. 85-yilda tug'ilgan o'g'lim. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum xola, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum bobojon kanali. Yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Men Xo'jayev Gulsaraman. Meni 5 ta farzandim bor. 2 tasi qiz, 3 tasi o'g'il. 2 qizim turmushga chiqib ketgan. 2 ta o'g'lim ham turmush uylangan. 3-chi o'g'lim salgina mazzasi bo'lmadi. Uyqusizlikka yo'liqdi. U ham 2-chi gruppa nodirani. Uni tuzatib oldik. 3 oy yashab ajrashdi. Endi meni o'g'limga yaxshi bir turmush o'rtoq, vafoli, sodiq turmush o'rtoq izlayapmiz. Assalomu alaykum. Mana shu hovli joylar. Shu hovli joylar hammasi shu o'g'lim bilan kelingan nasib bo'lsa. Shular yaxshi yashasa bo'ldi, baxtli bo'lsa bo'ldi. Hovlingiz necha sotik xola? Ancha bor. Katta. Uylaringiz, joylaringiz kichkina o'g'lingizniki, ha, xola? Kichkina o'g'limniki, shu xo'jayib qolibdi. 85-yilda tug'ilgan o'g'lim.